Inson o'zidan talabchan bo'lishi kerak. Qachonki inson qurbon pozitsiyasida bo'lsa, shayton yutib chiqadi, bosadi nimadir. Kasal bo'veradi. Nimaga qurbon pozitsiyasida? Inson agar ekologichna keyingi darajaga chiqmasa, o'smasa, hayot unga o'zi qiyinchilik tashiydi. Masalan, rak orqali yoki yo'qotish orqali, krizis orqali. O'shaning uchun o'zingizga o'zingizlar talabchan bo'lishingiz kerak va darajani o'zimiz ko'tarishimiz kerak. Masalan, men o'zimga shunaqa vizov tashadim, o'zimga masala to'qib chiqardim. Men 45-46 yosh bo'lsam ham 20 yoshlardek ko'rina olaman. Men o'zimga shunaqa vizov qo'ydim va buni yechimi bor. Men qurbon pozitsiyasida emasman, g'alabachi. Demak, qila olaman. O'zimdan talab qilaman. O'shaning uchun nima qilishim kerak? Televizorda o'tirgim kelgan paytda turaman, sport qilaman. Talabchan bo'lish kerak. O'shandagina qiyinchilikdan o'tib, yutuqqa ega bo'lasiz.